Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kino Planet. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda Project Hail Mary, ya'ni Hail Mary loyihasi filmini to'liq qo'ldan kelgancha tahlil qilib o'tdim. Videoni boshlashimizdan oldin esa kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video yoqsa like bosish ham esdan chiqmasin. Va bizda bu konkurs izohlarda bo'ladi. Ya'ni video haqida, film haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Eng yaxshi izoh egasiga esa keyingi videolarda 50 ming so'm kartasiga tashlab beriladi. Bu orqali hamjamiyatimizni sifatli kino platformalarida kino sotib olib yoki shunday platformalarda obunani sotib olib ko'rish imkoniyatini beradi. Sizlarni uzoq kuttirmagan holda men boshladim. Dr. Raylan Grace bilan tanishamiz. U oddiy o'rta maktab o'qituvchisi, lekin endi butun insoniyatni qutqarish uchun kosmosga uchmoqda. Muammo shundaki, u astronavt emas va uning ikki hamrohi safar davomida vafot etgan. Men astronavt emasman. Demak, dunyoning taqdiri bitta odamning qo'lida qoldi. Bu Project Hail Mary filmining hikoyasi. Rejissyorlar Phil Lord va Christopher Miller, ssenariy muallifi esa Matt Damon'ni Marsda kartoshka yeyishga majbur qilgan yozuvchi. Qisqasi, quyosh so'nib bormoqda. Faqat bizning quyoshimiz emas, balki galaktikadagi barcha yulduzlar. Astrofaj deb nomlangan mayda begona mikrob sekin-asta yulduzlarimizning elektromagnit nurlanishini yeb bormoqda. Natijada quyosh xira tortib so'na boshlayapti. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, 30 yildan kamroq vaqtda yerning harorati 10-15 darajaga tushadi. Bu yangi muzlik davriga, siyosiy beqarorlik va dunyo aholisining 1/4 qismi ochlikdan nobud bo'lishiga olib keladi. Qisqasi, gap juda jiddiy. Ammo galaktikadagi bir yulduz zarar ko'rmagan, Tau Ceti va yerdagi eng zo'r olimlar nima uchun bu yulduz sog'lom qolganini bilishmaydi. Mana shu yerda Hail Mary loyihasi boshlanadi. 3 kishilik kosmik ekspeditsiya bu sirni ochish uchun jalb qilinadi. Agar ular nima uchun Tau Ceti zarar ko'rmaganini bilsalar, balki bizning quyoshimizni ham qutqarish yo'lini topishadi. Muammo shundaki, bu yulduz deyarli 12 yorug'lik yili uzoqlikda. Bu astronavtlar uchun faqat bir tomonlama safar degani, ortga qaytish imkoni yo'q. Insoniyat bunday tezlik va masofaga chiqa oladigan kosmik kemaga ega emas edi. Shu vaqtda olimlar astrofajning o'zidan kemani dahshatli tezlikda haydash mumkinligini kashf qiladilar. Spin Drive deb nomlangan qurilma yordamida bu kuchdan foydalanib, ekipaj o'z manziliga 3 yil 9 oyda yetib borishi mumkin bo'ladi. Lekin Einsteinning nisbiylik nazariyasi va vaqt kengayishi tufayli ekipaj uchun 3 yil 9 oy o'tsa ham, Yerda 13 yil o'tadi. Ya'ni agar hamma narsa mukammal ketsa va ular Yerga qaytish yo'lini topsalar ham, qaytib kelganlarida Yerda 26 yil o'tgan bo'ladi. Bu Interstellar filmini ham eslatadi. Biz Dr. Grace bilan birinchi marta tanishganimizda, u oddiy o'rta maktab fan o'qituvchisi bo'ladi. Lekin qanday qilib oddiy maktab o'qituvchisi insoniyatni qutqaradigan bilimga ega bo'lishi mumkin? Bu yerda Eva Strait paydo bo'ladi. U sobiq Yevropa kosmik agentligi rahbari, hozir esa astrofaj inqiroziga javob berish bo'yicha xalqaro vazifalar guruhini boshqarmoqda. Eva o'zgacha fikrlaydigan, ilmiy faktlarga qarshi chiqishdan qo'rqmaydigan olimlarni qidiradi. Dr. Grace aynan shunday. U ilmiy jamiyatdan barcha hayot suv talab qiladi degan asosiy nazariyaga qarshi maqolasi uchun kulgi bilan haydab yuborilgan edi. Mana shu qaysarlik va noanaviylik Evaga yoqadi. Agar insoniyat astrofajni qanday to'xtatishni hal qilmoqchi bo'lsa, shunday olimlar javob topgan bo'lardi. Ammo astrofajni to'xtatish uchun avval u nima ekanini tushunish kerak. Film boshida Dr. Grace Eva tomonidan olingan namunalardan foydalanib, bu bir hujayrali begona organizm ekanligini aniqlaydi. Bu aslida Yerdan tashqarida hayot borligini isbotlaydi. Bu astrofaj bizning quyoshimizdan oziqlanib, yetarlicha energiya to'playdi va keyin ko'mir dioksidi bilan boy sayyoraga uchib, u Yerda ko'payadi. Va bizning quyosh sistemamizda aynan shunday sayyora bor, Venera. Shuning uchun u quyoshga yaqinroq bo'lgan Merkuriyni o'tkazib yuborgan. Bu yerda ko'rinayotgan infraqizil chiziq Petrova chizig'i deb ataladi. Kashfiyotchi Dr. Irina Petrovaning sharafiga nomlangan. U astrofajning quyoshdan Veneradagi ko'payishi joyigacha bo'lgan yo'lini ko'rsatadi. Dr. Grace aslida bu parvozda bo'lishi kerak emas edi. Asl astronavtlar uchuvchi Yao Liji, muhandis Alessa Ilyuxina va olim Martin Dubois edi. Lekin uchishdan bir necha kun oldin Dr. Martin va uning jamoasi portlashda fojiali halok bo'lishadi. Yangi odamni tayyorlashga vaqt yo'q. Shunday qilib Dr. Grace bunday vazifani bajaradigan, bilim va ko'nikmalarga ega yagona odam bo'ladi va undan missiya uchun uchishni so'rashadi. Bu missiya o'lim missiyasi edi, chunki ortga qaytish yo'li yo'q. Kino hikoyasi chalkash tarzda flashbeklar bilan hikoya qilinadi. Aynan shu hikoya tuzilishi Dr. Grace'ning eng katta kamchiligini yashiradi. U qo'rqoq va o'ziga ishonmasdi. Shuning uchun Dr. Grace missiyaga borishni rad etadi. Kevada boshqa yo'l qolmagach, uni majburiy ravishda ushlab, uning xohishiga qaramay komaga soladi. Dr. Grace xohlasa ham, xohlamasa ham bu missiyada bo'ladi.
U yillar o'tib uyg'ongach, qo'lga olinishdan oldingi xotiralarsiz uyg'onadi. Faqat filmning oxirgi qismida u o'z jasorati va mardligini ko'rsatgandan keyingina bu xotira qaytadi va u aslida doim jasur bo'lganini anglab yetadi. Kosmosning keng bo'shlig'ida Grace begona kosmik kema topadi va bir qator qo'rqinchli, lekin kulgili muloqotlar orqali Rocky deb nomlangan o'zga sayyoralik hayot shakli bilan aloqa o'rnatadi. U shunday nomlangan chunki u toshga o'xshaydi va Grace Sylvester Stallonening xuddi shu nomdagi filmini yaxshi ko'rardi. Rocky iridiyalik Irid sayyorasidan kelib chiqqan begona tur. Irid og'ir tortish kuchi va ammiak bilan boy sayyora. Ular aqlli, toshga o'xshash, besh oyoqli, ko'r jonzotlar bo'lib, musiqa tovushlari orqali muloqot qilishadi va sonardan foydalanadilar. Grace bu jonzot bilan do'stlashadi va uning tovush va tebranishlarini ingliz tiliga tarjima qiladigan dastur yaratadi. Bu ularga muloqot qilish imkonini beradi. Biz Rocky'ni himoya karantin qobida ham ko'ramiz. Bu unga Grace'ning kemasi ichiga kirishga imkon beradi, chunki Rocky odam sharoitida yashay olmaydi. Insoniyat kabi iridiyaliklarning o'z yulduzi ham xuddi shu so'nish halokatiga duch kelmoqda. Shuning uchun ular Rocky'ni va 20 ta boshqa iridiyaliklardan iborat ekipajni o'zlarining Hail Mary loyihasiga yuboradilar. Lekin iridiyaliklar katta xato qilganda, ular radiatsiya ta'sirini hisobga olmagan edi. Sababi ularning sayyorasida radiatsiya deyarli yo'q. Iridning kuchli magnit maydoni va qalin atmosferasi radiatsiyaning yuzaga yetib borishiga yo'l qo'ymagan. Shuning uchun iridiyaliklar radiatsiyani kashf qilish uchun ko'p sabab ko'rmagan. Bundan tashqari film aytib o'tmaydi, lekin Rocky va uning ekipaji orbitasini haqiqatan ham birinchi marta kashf etgandi. Iridiyaliklar uchun kosmos yangi narsa edi. Shuning uchun ularning kemasi Tau Citygacha uzoq safar qilganda bortdagi hamma bu radiatsiyadan vafot etadi, Rockydan tashqari. Lekin nega Rocky tirik qoladi? Kemaning muhandisi sifatida u ko'p vaqtini dvigatel xonasi yaqinida o'tkazgan. Bu esa insonlar kemasi kabi astrofaj bilan ishlaydigan kema. Ulkan yoqilg'i baklari va astrofajning o'zi mukammal radiatsiya qalqonining vazifasini bajargan, Rocky'ni himoya qilgan. Qolgan ekipaj esa halokatli kosmik nurlarga duchor bo'lgan. Film davomida Grace va Rocky ta'sirli va juda yoqimli do'stlikni o'rnatishadi. Birga ular astrofaj manbasini topadilar. Yaqin atrofdagi sayyora, uni ular Adrian deb nomlaydilar. Stallonening filmidagi Rocky'ning sevgilisi va do'sti sharafiga. Ular uning atmosferasida tabiiy yirtqich mavjud deb taxmin qilishadi. Shunda namuna olish uchun xavfli missiya o'tkazishga qaror qilishadi. Agar ular bu yirtqichning namunasini olisha olsa, ehtimol uni sun'iy takrorlash mumkin va o'zlarining quyoshlarida astrofaj hujumini to'xtatish mumkin deb o'ylashadi. O'zgaruvchan atmosferaga tushib, ular nazariyaning to'g'riligini tekshirish, namuna olish uchun 5 kilometrlik to'p va zanjirni tashlashadi. Bu filmning eng xavfli qismi, chunki Grace namunani olish uchun kosmik kemadan tashqariga chiqishi kerak edi va kemaning o'zi Adrian atmosferasiga chuqurroq tushganda yonib ketish xavfi ostida bo'ladi. Grace namuna bilan kemaga qaytishga muvaffaq bo'ladi, lekin hushidan ketadi va kema yo'q bo'lib ketish arafasida. Bu yerda biz Rocky'ning birinchi katta qurbonligini ko'ramiz. U o'zining karantin kapsulasidan chiqib, deyarli o'zini o'ldiradi, lekin Grace'ni qutqaradi va kemaning yo'nalishini ham to'g'irlaydi. Grace uyg'onganda Rocky'ni o'lim arafasida topadi. U bu toshga o'xshash jonzotni qanday davolashni bilmaydi. Shu bilan birga u missiya haqida ham o'ylashi kerak. U namunani sinab ko'radi va u haqiqatan ham astrofajni yeb yuboradigan yirtqichni kashf qiladi. U buni Talaimba deb nomlaydi. Vaqt o'tishi bilan Rocky jarohatlardan tuzalib ketadi va Grace'ning missiyasi o'zinikidan farqli o'laroq o'lim missiyasi ekanligini bilib qoladi va yana bir fidokor ish qiladi. Rocky Grace'ga uyga qaytish uchun yoqilg'isining bir qismini beradi. Bu Rocky'ga sayyorasiga qaytish uchun odatdagidan 6 yil ko'proq vaqt ketishini anglatadi, lekin hech bo'lmaganda Grace ham uyga tirik qaytib borishi mumkin bo'ladi. Ikkalasi o'z sayyoralarini qutqarish uchun Talaimba namunalari bilan xayrlashadi va ularni saqlash uchun Rocky tomonidan yaratilgan Sainte konteynerlardan foydalanadilar. Ammo xayrlashganlardan bir oy o'tgach, Grace dahshatli kashfiyot qiladi. Talaimba Sainte konteynerlardan chiqish uchun evolyutsiya qilgan. Agar Talaimba qochib ketsa, ular nazariy jihatdan kemaning yoqilg'isini yeb qo'yishardi. Hayotni ta'minlash sistemasini o'chirib, kema ichini vaqtinchalik azot bilan almashtirib, u qochib ketgan Talaimbani o'ldira oladi va qolganlarini metall konteynerlarga saqlaydi. Shuning uchun qolgan Talaimbalar qochib keta olmaydi. Lekin Rocky'chi, uning Talaimbasi albatta qochib ketadi va ularni saqlash uchun hech qanday metall konteyneri yo'q. Bu uni kosmosda qolib ketishiga, ochlikdan o'lishiga olib keladi va uning butun sayyorasi ham nobud bo'ladi. Shunday qilib Grace qaror qabul qilish kerak edi. U yo'lda davom etib, yerga qaytishi yoki qolgan yoqilg'isidan foydalanib, do'stini qutqarishi mumkin
va yerdagi xuddi shu missiyaga bormaslik haqidagi xudbin qarordan farqli o'laroq, bu butunlay teskarisi. Grace fidokorlik bilan Rockini qutqarishni tanlaydi, Talaimba bilan ko'rsatmalar va zondlarni yerga yuboradi va o'zi do'stining oldiga yo'lga chiqadi. Bir necha yil o'tgach, yerda biz muzlagan kenglikda yuk kemasini ko'ramiz. Film bu qayerda ekanligini aynan aytib bermaydi, lekin ko'p yillar o'tgani va astrofaj quyoshimizni xira qilgani sababli bu hozir okeanlar qismi ham bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu uzoq Arktika hududi Yeva va insoniyatni qutqarish loyihasi uchun eng xavfsiz joy bo'lishi mumkin. Chunki dunyo apokalipsda urushga tushgan bo'lishi mumkin, agarda allaqachon urushmayotgan bo'lsa. Biz zondlarning yerga muvaffaqiyatli yetib kelganini va ular bilan birga Grace'ning barcha video yozuvlarini ko'ramiz. Yeva esa xursandchilik bilan tomosha qilmoqda. Garchi u Grace'ni kemaga majburan chiqargan bo'lsa-da, u Grace'ga ishongan edi. Endi astrofajning quyoshimiz va yerga yetkazgan zararni tiklash uchun haqiqiy ish boshlanishi mumkin. Kitobda aytilishicha, quyosh o'zining dastlabki yorqinligiga qayta oladi. Shu bilan birga, yorug'lik yillari narida Erid sayyorasida Grace uyg'onadi. Eridiyaliklar unga yerga o'xshash sharoitda yashash imkonini beradigan biodom quradilar. Hatto biz uni bu yerda maktabda dars bergani kabi yosh iridiyaliklarga dars berayotganini ko'ramiz. U yerga qaytishga unchalik shoshilmaydi va aslida u buni xohlaydimi? Uning do'stlari va oilasi yo'q va u yerga qaytganida u bilgan barcha odam allaqachon vafot etgan bo'ladi. Kitobda Grace 16 yil o'tgach, iridiyalik astronomiya teleskopidan yer quyoshi to'liq yorqinligiga qaytganini bilib oladi. Bu yerga yuborgan zondlari muvaffaqiyatli yetib kelganini va Talaimba astrofajni quyosh xira qilishdan to'xtatganini anglatadi. Bundan tashqari boshqa hech narsa bilmaydi. Qancha odam halok bo'lganini, sivilizatsiya qanchalik zarar ko'rganini yoki tiklanish davrida yer qanday ko'rinishda bo'lganini bilmaydi. Lekin bu unga insoniyat omon qolganiga ishonch beradi. Asosan bir odam va begona jonzotni aks ettiruvchi film uchun bizning insoniyatimiz haqida qanchalik ko'p gapirgani g'alati. Faqat insoniyat emas, balki o'zimizga qarab fidokor bo'lish va jasur bo'lish qobiliyatimiz haqida.